Nükköy, yaxshimisizlar? Biz G'uljidagi Qo'rg'as Misran yemek-ichmak fan texnika shirkatiga maxsus ziyoratga keldik. Misran shirkati bilan biz oldikayni Oqsudagi tashviqot ishlarida hamkorlashib qilgan. Ish qaydini erishib qolibdi. Biz tashviqotni qilayotgan Misranniki mahsulotlari nadan nakayicha, shirkatning taraqqiyoti nadan nakayicha shuni bir ko'rmanlarga, ham iste'molchilarga bir tushuntirish uchun naq maydonga keldik. Misran shirkati 16 yil uzluksiz tirish orqali hozirgidek taraqqiy qilgan, texnikasi yuqori, ishlab chiqarish va setib chiqarishni bir gavda qilgan ko'lamlashgan shirkat. Ko'lami 100 ming kvadratdan oshgan 300 dan ortiq xizmatchi xodimdan tarkib topgan bu shirkat qanchalik musofani besib o'tganligini hozir holatga yetgan. Unda aloqa qilsa rasmiy holatdan Misran shirkati bilan tanishib o'taylik. Yaxshimi? Ko'rishib oldik. Qarshilamiz. Endi bir ko'lamlashgan ishlab chiqarish sexida hozir 5 bor. Demak, hozir shu ishchi xizmatchi 300 dan oshdi. Endi hozir korxonamizdagi asosan shu har millat shu qarindoshlardan bo'lib 300 dan ortiq ishchi xizmatchilarimiz bor. Shirkatdagi barliq mahsulotlarimizni o'zinglar ishlab chiqarib, o'zinglar zavodida To'g'ri. ishlab chiqarib bozorga so'yilsin. Endi hozir bizningki mayli shu qiz mahsulotlari bo'lsin, endi bizning samovar sho'rpisi deymiz, tomoqni tamtish qo'llari deymiz, ananikin ma yaqinda bozorga solgan bizningki ma balla achchiqlari. Endi bu achchiqlar bo'lsin, ham hammamiz asosan biz hamma ishni kirgizish orqali barliq boshdan oxir ishlab chiqarish liniyasini o'zimiz mishada mashinalashgan asosan ham cho'nzdonqa deymiz, butun avtomatlashgan ahvol ostida butunlay o'zimiz ishlab chiqaramiz. Bu bo'lsa bizning ishga kirgandan keyin birinchi bosqich, ya'ni shu kirib kiyim-kechak almashtirib, ya'ni maska do'ppa, ham shu o'lchamlik kiyingandan keyin shu ikkinchi bosqich bizniki shu dezinfeksiya o'rinda o'timiz kirsak bo'ladi. Mana bu bo'lsa bizning yangi chiqqan mahsulotimiz shu achchiqniki ishlab chiqarish liniyasiniki boshlangan birinchisi. Achchiqniki asosiy shu xomashiyasi may un. Ham unchu desak, endi bizniki oylik ishlatadigan undimi yuqori buni talabchi. Tofin deymiz, ham shu maxsus shu achchiq ishlatadigan un. May desak, endi bizniki birinchi darajalik dadurmin asos qilamiz. Bu bo'lsa endi bizning ikkinchi bosqich, ya'ni biz shu unlarni yig'irib tayyorlab olgandan keyin mashina orqali biz buni etildirib chiqaramiz. Ikkinchi bosqich, misol buni kesib olamiz o'zimizniki o'lcham bo'yicha. Bizning uchinchi bosqich, ishlarni elektron orqali qo'llangan tam kirgizimiz. Bu odatda ham ilishib, o'ngdan so'lga payqarab, buni tam kirgizib olgandan keyin, ya'ni bizning shu ariqlar tushish orqali ananikin bizniki varaqatlar sexiga boradi. Bu bo'lsa bizning eng muhim bir bosqich. Tam kirgizib bo'lgandan keyin tizish taxtasiga ham tizib, bizni o'lcham bo'yicha qapqa qachilaymiz. Bu avtomatik holatda shu o'ram qopning ichiga avtomatik holatga kiradi. Bizning 25 gram deymiz, 58 gram deymiz, o'xshamaydigan turlari bor. Endi ma bo'lsa bizniki shu 25 gramlik mahsulot. Endi yana bir xil qachilash usuli va endi uni pastda bir ko'rib chiqsak bo'ladi. Yana bir xil o'xshamagan kuyga mahsulot. Endi buniki shu o'lcham yig'inligi 58 gram. Biz avtomatik holatda bu tarozilaydi. Avtomatik holat tarozilash orqali o'ziniki o'lcham bo'yicha bizning avtomatik o'rab qachilash mashinasi orqali bu bevosita avtomatik holatda shu o'ram qatni chekiradi. Biz tarozi mana shu. Buni shu kontrol tarozi deymiz. Shuni shu avtomatik holatda o'ziniki yig'inlik bo'yicha naq holatda tarazilab biz o'ram qilsa mashinasiga tushirib berdi. Nurg'un korxonalar, nurg'un shirkatlar ishlab chiqarishni mencha munda aniq ko'rsatganga joy qilinmaydi deb o'ylayman. Hozir ish-ichimda shunchalik qayiloldi Misran shirkatiga. Bo'ldi. Endi bizningki endi bu qitim sizlarning kaynalarga rahmat. Sizlar ham emas. Shu bizningki maylim shu avtomobilimizga bo'lsin ya sirtga qaysi millat qarindoshlarimiz zavodimiz kelib, endi shu mahsulotlarningki ishlab chiqarish jarayoni bo'lsin. Yoki yo'limiz buniki boshdan oxiriga bozadi, mayli achchiq bo'lsin yoki bizning qiz bo'lsin, qanday ishlandi har vaqt korxonamizga kelib, ko'rib, ko'zdan kechirib, misha qilib ketishiga har vaqt qarshilaymiz, har vaqt bo'ladi. Unaqa qilib qas biz hozir qizning sexini bir ko'rib chiqsak. Bo'ldi, endi bizning qiz sexniki ishlab chiqarish sexniki mas'uli bor. Sizlarga texnik inch holatda tafsiliy bir tushuntirib qo'ysangiz. Ma'qulmi? Bo'ldi.